Bilaman, hozir sanga ham oson emas. Qanchadan beri mehnat qilasan, kechalar bilan PUBG o'ynab video olib chiqasan. Nazlingda zo'r chiqqan videoing aslida hech qanaqa prosmotr olmaydi. Qayoqdagilar esa qayoqdagi bitta videosini qo'yib 1 million prosmotr va anchagina podpischik bilan senga baqirib qarab turgani yoqmaydi. Yokida hayotda olib qaraganda 1000 so'mdan bering akajonlar, iPhone 10 Pro Max kulib qo'ydim. Tursunxon shu bollarni olib qaragin, sirazu ko'tarildi. 1 oy 2 oy trendda bo'ldi. Undan keyin hozir hech qaysini hech kim eslamaydi. Ular vaqtincha. Hech qachon shu narsani unutmaki, yog'ishni tez boshlagan yomg'ir to'xtash ham tez bo'ladi. Misol uchun qara, meni taniysan. Meni ham shu paytgacha bironta videoim 1 million prosmotr olmagan. Keyin bir narsaga kelishib olamiz. Hozirdan harakatni boshlaymiz. Bitta normallik kontent topib, o'sha kontent rekka chiqmaguncha qilamiz va oradan vaqtlar o'tgach natijasini bir-birimizga aytamiz. Minimum 1 oy. Shukur qilsang menga, yana beraman senga. Va yana shuni bilkinki, shukur qilish to'xtab qolish degani emas. Sen ham o'zing desa bo'lsan, boshing katta, sen ham aql yo'q ketding dema. Men ham xuddi sen dema. Hali hech narsaga erishmadim. Shuning uchun keyin birodarim, harakatni birgalikda boshlaymiz. Men seni tanimasam-da chin dildan omad tilayman. Bu aytayotgan gaplarim aslida senga motivatsiya emas, bu reja. Sizlar ko'rib turgan motivatsiyalaring o'rnlaringdan turib harakat qilish uchun aytiladi. O'sha sizlar qilayotgan harakatlaring men aytayotgan reja bo'ladi. Keyin hozirdan boshlab bir narsaga kelishib olamiz. Bundan keyin rekomendatsiyangni o'zingga o'xshagan harakat qilayotganlar chiqib qolsa, kommentga kirib shunchaki omad birat yoki podдержкаdaman deb qo'y.